Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifle tarihi namlı kitabı ders misal devamında. Me'mun münasebetlik dersleri yana devamında. Me'mun ve şahmat dedi. Muhammed ibn Abbas'ın deyişçe Me'mun şahmat oynayışını tolumu yaxşı göretti dedi. O bu haqda mundaq degan. O adamın zihnini bileydi. Yani zihnini açıdı. De bu haqda nurg'un fikirlarni bergan. Davomli aytdiki, men bir odamniki kelib o'ynaylik deyishni anglamasam deyman. Lekin unda demay, kelinglar birga bir shaxmatning urg'ini bir u ham bu ham yo'tkishib o'ynasak deb mundaq lug'atlarni, tillarni ishlatsa yengilroq buni yoqtirma degan. Lekin shaxmat o'ynashni yaxshi ko'rgan bilan şahmatga bek usta emas. Shuning uchun bu odam deydiki, men butun dunyoni idora qilaman dedi. Shu vaqtda dunyoning podshohida hamda dunyoning. Men mush ishlarni qilishga ishlarim chiqidi, yak vaqtim chiqidi, yak bunga yarayman dedi. Ammo ishga g'irish bir taxtini boshqarishni men taz yaxshi qilolmayman deb o'zimga buni e'tirof qilgan. Ma'munning hamda o'zini hajv qilgan odamlarga qarata kam qilsaqlik haqida Ibn Abi Saidning deyishicha, Di'bal degan shu vaqtdagi bir shoir Ma'munni hajv qilib mundaq degan. Men qanday odamlar qatorida yashayapman desanglar, qilishlari o'z qarindishini o'tdagan, seni taxtga ega qilgan qavmdan dedi. Bunda deganda Ma'munni tushunmoqchi bu orqali. Ular seni dedi. Bu taxtga chiqarish orqali o'chab qolgan nomingni qaytadan ko'tardi bular. Seni shundaqla eng cho'nqi azgaldan qutqizib chiqishdi deb Ma'munning hamda ayni vaqtdagi ijtimoiy o'rnini tuvan ko'rsatyapti. Bu hajv qilish hamda. Ma'mun bu gapni anglagan vaqtida Di'bal nima degan hayosiz dedi, boshi gap qilmadi. Men qachon mening bir nomim yo'q odam edim, men xalifalarniki kuchqida cho'ng bo'lgan bir odamman deb buni jazo olmagan dedi. Yani ondan boshqa bir necha rivoyatlarda chiqarilishicha, Ma'mun ancha-muncha nabiz ichib qo'yadi ekan. Nabiz degan ichitilgan ichimlik. Buni masalan nima desak bo'ldi? Sallamda buniki shu paytlarda ozroq mas qilganlar bor. Şu ulamolar orasida buni ichish haqida ixtilof bor, bu ichitilgan ichimlikni. Ammo aniq o'z aroq emas lekin, ixtilof bor masala bu. Jahizlar deyishcha, Jahiz Abbosiylar davrida o'tgan nihoyat mashhur adib. Arabdan bunday bir adibni hozir qadar chiqib baqqani yo'q. Bu turklar haqida nihoyat yaxshi asarlarni yozgan shu paytda. Bu odam deydi, hamda Ma'munniki do'stlarining deyishcha, buning rangi emas bir rang ekan. Demakchi o'g'ini o'zining terisiniki rangi bir xil ekan, lekin pochiqning rangi biroz o'xshamaydi ekan. Chunki pochiqi bir xil sariqroq, xuddi biz za'faron so'kayotganga o'xshash işte edi dedi. İshaqul Mavsalidan deyişe, İshaqul Mavsali ham shu Abbosiylar davridagi dağlıq muzikant, dağlıq shu vaqtdagi artist bu odam. Naqshchi, nag'm navochi. Ma'mun shunaq degan. Bu shu naqshining eng huzurli qaysi degan vaqtida anglagan odam zodi uni saklab xushulab ketadigan odamning shu hissiyatni qo'zg'ib, ichi hayojini qo'zg'ay oladigan. Mayli u naqshi to'g'ri bo'lsin, mayli xato bo'lsin, bu shu eng huzurliq deb shunaq degan. Hamda Ma'munning dediki va Ibn Hamid degan kishiniki qissasi. Ali ibn Husaynning deyishcha, Muhammad ibn Hamid degan kishi Ma'munniki beshida tug'an deydi. Ma'mun shu vaqtda bir narsa ichayotgan ekanda. Shuning bilan bir o'yinlar teshida tug'an bir dedak hamda Nabigatul Jadi degan shoirniki tuvanlik she'rini naqsh to'qiblam o'qib ketdi-da boshlabman. Xuddaligi kashlangan Yamanning to'llariga o'xshash deb bu hamda bir xil g'azalchilik, ya'ni ishqibozlik ta'riflangan shakldagi
naqshi bu hamda. Ma'mun darhol o dedekning bu qo'shoqni o'zi ichilam boshlig'ini inkor qildi. Bu cho'qim bir ish bor. Bu bikadim baka bu ish naqshi qutunda boshlab ketmaydi dedi. Xalqning hammasi jim. Shundan dediki Ma'mun dedi. Agar sen rost gap qilmasang Ibn Hamid, men seni pog'layman. Rashiddan pog'lansa, qattiq uraman, qattiq jazolayman. Agar rost gap qilsang, kim rost gap qilsa, shunga men o'zinki orzusiga yetkazma degan ekan. Muhammad ibn Hamid men debdi. Mevlana men onunğa da bir söp işaret qilgan deydi, qalb işareti, qaşatqan. Degandiki, "Ne rost gap qildingimda. Unda to'yini qilib qo'yaymi shuni bilan" debdi. Ibn Hamid ha dedi bu yerda. Ma'mun deydi, "Shu nikahni o'qibdi va naqlama. Alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad va alihi tayyibin." Muhammad ibn Hamidga meni dediki, "Arifning to'yini qilib qo'ydim. Onun to'yliqi 400 dirham. Allah bereket bersin, payg'ambarimizning sunnati bo'yicha to'yini qilib qo'ydik. Bana qo'lni tutib, uni bilan men uyga chirkat deb qo'shab qo'ygan" dedi. Bunda avval Ma'munning o'zilarmi beshida o'tgan Rashidning davrida. Endi Mu'tasim dahlizga chiqib, dahlizga. Mu'tasim degan Ma'munning inisi, ham bir inisida. Bu dediki, "Unda dalolatni-chu" debdi. "Dalolatni sana berdim" debdi. Bu mu shu vaqtdagi bir dedek hamda. Dedekning ismi. Mu'tasim deydi, "Meniki dalolim menga bugun kecha naqsh o'qib turdi." Deb aytdigicha shu naqsh o'qib bergan deydi. Ibn Hamid ishni tutdi. Ondan chiqib qo'lni elib, ashunlar o'tib ketgan deydi. Endi bu Mu'tasimning asli dediki ekanda, ma dalolat degan shu Mu'tasimni hamda naqsh o'qib turdigan, ashta dedek ekanda ordudiki. U Mu'tasim qarshi chiqqan gap, bu ne gap bo'lsa, bu mening akil tutgan, meni xo'sh qilib mushtaq qildigan tursa, bu mening xalqqa bola boqishim tursa, meni boqdigan degan ekanda. Shunlar ham davosa bugun sana naqsh o'qib bersin, aytdim boshlab hamsi. Ibn Hamid ketdi deb shuna qilgan deydi. İbn Abi Duat'na deyişçe Rim padişahı Ma'munga bir hediye avatib, onu da 200 ratil misk emri vakin. Ratil degan şu vaqtdagi ig'irlik o'lcham. Yani 200 kilo degandek, 200 kilo kelmaydi hamda. Va uning ustiga 100 sumur deydi. Sumur degan bizning norki var, shu norkiga o'xshash bir hayvondan norki terisi chiqadigan. Hem de 200 tala işte sumur terisi. Bu hediye qilgan ki Ma'mun buni hasilab qaytiringlar. İslamning izzetini bilsin deb bunda nochilik qiladi dedi. İbrahim ibn Hasanning deyishicha Madaini degan olim Ma'mun debdi. Muaviya bo's degan dedi. Muaviya Umayyalarniki tunji podshohi. Banu Hashim bo'lsa ular bir shir, bir tig' ular. Lekin biz beglik jihatda biz sonimiz jiqroq deganki Ma'mun debdiki, u işte deb da'vo qilyapti. Lekin o'zining bu da'vosida zidlik bor. Ammo iqrori da'vosida talash tortish bor deydi. Ammo iqrorida u yengibdi. Ona degan gapi to'g'ri demoqchi. Bu demoqchi bo'lgani hamda Banu Hashim she'rlari masalan shu arabning shu vaqtdagi xalqini jangchisi degan gap. Bu gap hamda da'vo. Bu gapda talash tortish bor demoqchi. Balki bundan ortiqroq sifatlanish kerak demoqchi bo'lsa kerak, ammo beglikimiz ko'proq desa bu gap to'g'ri demoqchi. Chunki Umayyalar jamiyati haqiqatan shu beglik jihatda hali oldin qator o'rin turdi shu paytlarda, jahiliyatda. Yoki bo'lmasa masalan Banu Hashimni ular shirsifat, bagrak yoki jangchirak deb ma'ni masalan biz iqror qilib bu jihatda to'g'ri tepibdi. Ammo biz beglik jihat ko'proq edik, beglik sonimiz ko'pdi degan gapni
dava o'ziniki degan gapi atalmaydi deb tushunsak, bu mu to'g'ri bo'ladi bu jihatda. Undaqda bu masalada ixtilof bor. Chunki men qoyil emas demoqchi. Beshidagi gapiga qoyil, men qoyil emas degan gap kelib chiqadi. Endi o ikkisining ahmoqligi bo'lmasa, men och qolatdim degan kalima haqida. İbn Abi Usama'nın deyişçe, bana bazı dostlarım sözlep bergen. Ahmed ibn Abi Halid bir günsi Ma'munga hikoya qısı o'qib birdi. Shu vaqtida Fulani Saridi deb o'qib qapti. Amaliyotda u Yazidi deb o'qish kerak. Amaliyotda. Bu balki men yiziqda qalamga ko'chagich bo'lgan xatolik bo'lishi mumkin. Ma'mun kulib ketib debdiki, "Ey bola, Abil Abbasqa tamoq akka, u och qapti" deb shunaq debdi. O haya qilib ketib dediki, men qo'sqam eshib ketmadi. Lekin bu qizning egisi ahmoqkan. Bu yo chekitini sa chekiti deb qo'yib qopti degan ekan. Ma'mun debdi, "Ya, hech qisi yo'q, menga nima ish bo'lsa" deb tomoqqa keltirishga buyuribdi-da, tomoqni yeb, bekavlab yana qayta bir qizini, Fulanul Hamsi deydigan bir odamniki qizini so'zlab, Hamsi degan gapni Xubaysi yoki Xabisi deb sapdi. Ma'mun endi kulib ketib, "Ey bola, o jamda xabis bor" debdi. Xabis miyada sotuvdan kelsa, bunda uzumda yasalgan tuzuk, bunda tatlı turulma narsalarda. O odam debdiki, bu qizning egisi ahmoqkan. Memni fatha zavar o'qib qo'yibdi, xuddi o'yinda ishga o'xshash tishlik chiqib qolibdi, chiva chiqib qolibdi deb ayada Hamsi deganni Xabisi deb bunda o'qigan. Maqsad bu orqali yana Ma'munga savol tashlash orqali Ma'munni kuldirish maqsad bu yerda. Ma'mun kulib ketib, "O ishki ahmoq bo'lmagan bo'lsa, men och qolatdim-kan" deb shunday deb chaqchaq qilgan dedi. Chunki shu ishki qizning egisini bu ahmoqkan deyish orqali Ma'munni kuldirib, yana tomoq akal deb, yana tomoq akaldirib yeyib paranglashib suhbatni qilmoqchi. Abi Abadniki deyishcha, men Alloh taolaniki shu Ma'munning nafsidan munoyat go'zal, munoyat sehi mard bir nafsni yaratganligini bunda o'ylayolmayman. Buningdek mard, buningdek sehi, buningdek nafs pokiz odamni ko'rmadi maxluqotlar ichida. Deb bundoq degan. Endi bu mubolig' shaklidagi bo'lishi mumkin. Ya'ni payg'ambarlar o'tgan, lekin shu odatdagi insonlar orasida mushtaq bir odamni ko'rdim degan bo'lishi mumkin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.